Do'stlar, Shohimardonda shuni yordamga chiqib ketganimizda Qo'rg'oncha degan joy bor. Shu joyda mana mashxonadon. Xonadon sotilyapti. Kelinglar, mana go'zalligini qarang-da, kirib kelaverishda. Nima batda ikkita so'risi bor. Hozir ham o'sha odamlar qabul qilishyapti ekan. Kelavering, ko'rsating. Sizlarni bitta xonani ko'rsatib emasmizmi? Eshitganimdek ko'rsating. Xonani. Xo'p. 5 xona uy bor ekan. Pishig'ishda sepskiy qilib qurilgan ekan. Pishig'ishda baquvvat qilib. Kirib kelmayapti. Bu ikkita xonani ikkita to'risi ekan bu. Plitalar tasalgan, bunaqa pishig'ishda qurilgan. Pishig'ishni ko'rsatib. O, devoy, ko'rinyaptimi? Kelganda kelavering. Asli shu olib qo'ying bu xonani mana men. Shu bitta xona, yana bitta yo'nida xona. Misol 6 kishi, 7 kishi bemalol xonalar qiladi. Mayt o'zini ayvoni. Ayvonni ham deb ko'rsatdim. Ha. Xo'p. Shu joy 8 sotix ekan umumiy. Kadastrlari bor. Men do'stlar narxini talashdim. To'g'risi. Narxini talashib aytayman, men oshxona hozir bemalol odam joylasalar ham bo'laveradi. Mana o'choqxonalari bor. Shunaqa chiroyli sharoit qilib berishgan. Kelavering. Hatto ham bor. Hatto ham bitta xonasi bor. Baqa yuraveradi. Go'zallikda. Mana manzara, mana uyda tursa, mana bitta tog'larda olib beraman. Xo'p. Mana shaharda hozir chang, to'zon, kimda kim misol uchun ota-onasi uchun bitta tayyor uy olib qo'yaman, boshqa narsa qilaman desa, mana shu uyda olib qo'ysa ham bo'laveradi yoki siz bemalol 5 ta xonasi bor ekan, odam joylab, sirazi biznes boshlab olsangiz ham bo'ladi. Narximni men talashib tortishib 99 ming so'mga tushirib berdim. Men berib yuboradigan qiling, o'zi qimmatroq aytishdi aka, 115 narx qo'yaylik deyishdi. Aka, bo'lishini ishlayverasam 100 ming bo'lsa beraman dedilar. 99 ga berasiz dedim. Talashganim uchun bitta like bosib bersizlar, yana o'zlaring gaplashaverasizlar. Men telefon nomerlarini pastga yozib qo'yaman. Shohimardondan joy yoqtirib yurgan tashlab yuborib beramiz. Assalomu alaykum.